Sizlarga bitta narsani ko'rsatishim kerak, yaxshilab ahamiyat beringlar. Oxirgi reys 21:50 da. Bundan keyingi reyslar ertalab 6:50 dan boshlanyapti. Bu nima degani desanglar, bu narsa hop agar siz bilet olganingizda e'tiborsizlik qilib ertalabdan, misol uchun soat 5 da yoki 6 dan oladigan bo'lsangiz, siz ertalab yoki kechqurun aeroportga keladigan bo'lsangiz, aeroport yopilib qolib, sizni tashqariga ham chiqarib yuborishligi mumkin. Chunki Yevropada ham ko'rdim, ba'zi bir aeroportlar kechqurun yopilar ekan, ertalabga yaqin, reysga yaqin ochilar ekan. Kunduz kuni bo'ladigan bo'lsa, 4 soat oldin registratsiya ochiladi har bitta reysda. Yevropada misol uchun hozir Angliyadaman, Angliyada ham menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Endi aeroport yopiladimi yo'qmi bilmayman, lekin ba'zi bir aeroportlarda aeroport yopilib, даже odamlarni tashqariga chiqarib yuborishar ekan. Men ko'rib hayron qoldim. Bu narsani o'zim Ispaniyada ko'rdim. O'shaning uchun bilet olayotganinglarda juda ham e'tiborli bo'linglar. Bu oddiy video emas. Tanish-bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Ko'p uchadigan odamlarga juda ham foydali bo'ladi. Hammaga Yevropadan assalomu alaykum.